Men mutlaka qarshiman Xitoyning yopirilib kirib kelishi. Nega? O'zbek tilidagi qarorlar bo'yicha peshtaxtalar o'zbek tilida bo'lishi kerak, davlat tilida bo'lishi kerak. Bular Xitoy tilida qilyapti. Bilasizmi nima bo'ladi? Borib. Xitoy ajdarho, O'zbekiston bir mayli qo'chqor deylik. Shundoq hamlab yutib oladi. Xitoy butun dunyoda qudratli kuch. Eslab qolinglar. 5 yildan keyin qo'yib berasiz. Xitoy O'zbekiston korxonalarini sotib oladi. Keyin siz ishga borasiz, ariza ko'tarib. Xitoy o'tiradi anta tribunada. Xohlasa oladi, xohlasa olmaydi. O'zbek ishlab chiqaruvchilariga juda katta imkoniyat yaratib berish kerak-da. Chet tillarga naborat cheklov bo'lishi kerak. Bizda chet tillar yalloq qilib kirib oladi, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga zug'um bo'ladi. Qaysi davlatda ko'rgansiz? O'zini milliy ishlab chiqaruvchisini himoya qilmaydigan. Kamida 10 tada moshni kuchli bir mahalliy ishlab chiqaruvchi himoya qiluvchi qarorlarni Germaniyadan ko'rasiz, Fransiyadan ko'rasiz, hamma yoqda ko'rasiz. Nega? Chunki o'zini millatini birinchi nima qiladi? Kerak bo'lsa, nemis ham aytadi, "Ke ishla" deydi xitoylikka. Nemisga xizmat qilasan deydi. "Ke ishla" deydi xitoylikka. Amerikalikka xizmat qilasan deydi. Siz men gapiravering, biz ulug' millat, ulug' xalqmiz deb. Ulug' millatmiz, ulug' xalqmiz, lekin ular uchun biz 3-sort xalqmiz.